hozirgi kunda hammani ham qo'ldan keladi bu narsalar, chunki ustachilikdan xabari bor. Bu santexnika narsalarni, santexnika sistemalarni mana biz chiroyli qilib o'rgatib qo'yamiz. Bemalol o'zingizning uyingizda o'zingiz qilaverasiz. Chizib, qanday qilib ullanishlari hamma narsasini tushuntirib qo'yamiz. Ularguncha ham telefon orqali boshqa qilib yordam beramiz. Qo'rqmasdan kelaverasizlar. O'zingizda uyingizda o'zingiz отопление, topli pol sistemalarini hamma narsasini qilsangiz bo'ladi. Kelinglar do'konga. Hamma narsa bor. Narxlarini ham optim narxda qilib beramiz. Bexijolat hamma yerdan surishtirib olasizlar. Kotyollarni narx olsangiz skidka qilib beramiz. Nasiya savdo qilsalaring, nasiya savdosini o'zini narxini bo'lib beramiz. Hayda bor ekan shunaqa do'kon. Kelinglar, xudo xolasa chiroyli qilib birgalashishimiz. O'rnatadigan usta akamiz qo'shnilar bo'ladi. Biz buni sal santexnikadan xabar bor ekan. Tullarni ulashni bilsa bo'ldi. Mana bizga mana shunaqa odamlar bo'lsa ham o'zimiz yordam beraveramiz. O'zlari mana qarindosh urug'lar qilib, mana shu yerda xonadonni o'zini to'liq отопление sistemasini o'zlari qiladigan bo'ldi. Biz chizib, ko'rsatib, hamma yo'g'ini ipidan iynasigacha chiroyli qilib tushuntirib qo'ydik. Biz aytgandek ulab ishlataveradi. Shunaqa yordam qilib xizmatlar ham qilaveramiz. Besplatniy albatta. Tomonlama yordam. Katta yo'ldan chiroyli skidka qilib berdik. Materiallarni optim narxda qilib berdik. Mana shunaqa xizmatlar ham qilib beraveramiz. O'zlari, uyda xonadonda o'zlari, uyda egalari bitta utik bilan polniy отопление, topli pol hamma narsasini qilsa bo'laveradi. Biz yordam beramiz u taraflama.